İsmingiz nima? Ha? 90-yilman. 90-chi kim o'g'lisiz? Aka bitta rost gapiravering, bo'ldi, kim o'g'lisiz? Ahmad aka rahmatli o'g'lim. Ahmad aka rahmatliydi. Ismingiz nima sizni? Abdurov. Abdurov, 90-chi Jidda motordanmisiz? Kim bu? Parolet nima buni? Dadang nomerini ber menga. Ayt. Dadang nomerini ayt, yo'qsa parolingni ber. O'lasan mana shu yerda hozir. Do'stim, tek qo'ying, opa qarang, nomerni bering, tinchgina qo'ying. Bering, Baribir foydasi yo'q. Nomerni bering, bo'ldi, hal bo'ldi, hamma yo'q. Bu hozir videoga ham olib foydasi yo'q, va telefon. Basharasini ham olinglar, ham ko'tarib. Yo'q, bu aka uchidan ketmaydi. Yo'q, basharasini chiqsin videoda. Basharasi videoda chiqsin. O'z boshiga qarang, hozir telefon nomerini bering. Kim uydagilarning nomerini beraymi? Hozir bekarda men Yo'q, odam yurishini qo'rqmasdan o'zini erini uyga ham o'ynashab turami? Astag'firulloh, astag'firulloh. Dadangni nomerini ayt, oxirgi marta so'rayapman. O'lasan mana shu yerda. Yo'q aytda. Bo'ldi, mashina bo'ldi, Parvodan joyda otib, dunyoni keldi. bo'ldi. Nomerni aytasizmi? Cho'mib o'ldiraman seni ibora, eshitding? Cho'mib o'ldiraman mana shu kishini. Sen biz mahallaga kiradigan bo'ling. Bo'ldi, senda chiqila xabarga o'z mashina. Oilang bo'lsa, oilangni oldiga borib cho'yaman. Ya ayting, nomeringizni baribir berasiz. Yo'q, hozir borib. Uy qayerda kalendani 5-sidamidi? Mana shu yerda Ana bola qochib kelsa so'yaman aytib qo'y. Cho'maman mana shu. Internetingni yo'q, men akamni. Yig'lashon o'ylash kerak edi. Bu bizim mahallada bu ikkinchisi-da. Ikkinchisi. Zatli chiqib kelsa so'yamas. Bola qolsin qizdirib qo'yib uni qarardi. Kenyapsizmisiz? Kenyasi. Niyasi edi. Dedi. Yo Rabbim, Alloh o'zini kechiring deb, aka buni joy aralashaman. Eringni chaqirsang o'lasanmi? Shunchalik shu narsaga zo'r bo'lsang. Puling kerak emas, mayoqqa kelib men nafsimni to'ydir demaysanmi eringga? Senlarning kasobatingga ves mahalla qo'ram qarishib ketishi mumkin, bilasanmi? Minus kelib ketadi. Sening kasobatingga hammamiz yer yutib ketishi mumkin. Astag'firulloh, astag'firulloh. Bu bolani olib kirib ketganingga 5 minut bo'lgani yo'q. Biz hammasini ko'rib turardik. 5 minut ichida kirib joyingga yotib, bolangni biqiniga yechinishga ham ulguribsan. Mana bu bir yaxshi bola edi. Bu nima uchun urdi buni bilmayman. Men buni juda yaxshi bilaman. Oilasi bormi buni? Oilangiz bormi? Yaqin uylangan. Farzandli bo'lganmisiz? Yaqin uylansangiz nima ekanmiz aka sizni? Yo'q, aka men bunaqa yomon niyatda kelganman. Nima niyatda kelding bo'lmasa? Biz buni bilib yurganmiz. Biz buni bilib yurganmiz. Sen o'zing bo'lsang. Yo'q, men o'zim bosdim. Mononida Humoyin boshqasini gapiryapti. Eslardan chiqardi. Bu ham bo'lishi mumkin. Biz aka buni borib bilib yurganmiz, aka biz hazillashyapsizmi? Kechpa 1-2 pul bilasiz biz aka, ana bolalarga. Kecha ham o'tirdinglar-ku, soat 2-3 gacha. Bugungacha endi soat Farqda 10 yillik oilasi ham biladi. 10 yillik bilad oilasi. Yo'q, bana urut bu ikkita bolani hurmati. Bu 10 yildan beri eshigida seni baxiki eringni hurmati, mashinga bordimi seni? Tulimda o'tiring. Bo'ldi. 105 hojati yo'q. Bilasizki, endi holing nima bilasanmi seni? Yangi uylangan ekansiz. Yangi uylanganmisan? Aka yangi uylangan bunaqa narsa kerak emas. Har 40 chiqqan yo'q. 40 chiqqan yo'q? Qo'tag'i bormi? 40 chiqqan yo'q aka. Deb o'ylagan, chustuvit qilgan aka. Yangi uylangan. Men uni yomon niyatga kelganim yo'qmi, to'g'risini aytaveraman.
Yomon niyatda kelmaganing uchun bu sen oldingda Yamanqa ko'zini javob tursiga bergan. ham yotavdimi? Hammasini bilmayman. O'ylab tushdi qilgin. Qayerdansiz? Yangi 40 Bizda bozordan 90-yil ekan. Sizda bozordamisiz? Bo'ldi, ko'p savol bermanglar, boshiga yangrab qoladi hozir. Kasofat. Bilat. Qarorlik odam uylar yana qo'rqib qoldi odam. Ya Alloh, o'zing saqlagin, Parvardigor. Mana uni bilaman, bir 5 ta barzangi akasi bor. O'zi mana shu kelsa, Yo'q, akasini qiziqtirmaydi. buni yetishtiradi. Buqa bo'lmaydi akasi. Ya buni o'zini holiga xarob endi. Uni o'ldirishib yuboradi buni. Ko'mirish kerak o'zi aka. Buni tirigicha ko'maraver kerak haqiqatan. Shunday ko'mirish. Ota-onasini, akalarini anada bir pul qildi. Harom bo'ldi. Jidamozor qayerdansiz? Men ko'rmagan ekanman sizni. Meni ko'rib turishim. Uzatilish jonasi biladi. Aka maynaqa Isming nima deding? Abdurov. Abdurov. Qayerdan juda? Kimlar bilan o'qigan 90-chi? Qaysi sinfda o'qigansiz? Arablarni o'qiyapman, arab o'yladim. Arab boylar bilanmi? Uying qayerda aka? Mashina katizlar tomon. Qaysi yerdaysiz? Qayerda uylangansiz? Sevgi. Yasha, 40 yillik chillali odam. Abdurov. Uka, uyingda yangi xotining bor ekan, ha? Men bu narsa uchun Nima qilasan bu ikkita tuqqanda oldiga keldi? Men sen unga hozir qo'yib yuborsa internetga nima bo'lishini bilasan? Bu narsa uchun Endi nima uchun o'ylagan- kelding hozir? yomon niyat ekanmi? Yo'lingda yalang'och o'tgan yomon niyat kelmaganingda mana shu. O'ylayaptim bu. Qo'lingni tushir endi aka. 30 ga kelganingda baxtli bo'lding. Ikkita bola jalka. Keling aka. Ushladik hozir mana ikkovini ham. Syomkalari ham bor. Syomkalari ham bor, hamma 2 kundan beri kutaman kamanni. 2 kundan beri poylayman. Mana bugun ushladim. Salomni donalari yuzimsiz. Qanaqasi Qaynaqasi bo'ladi. Uchasi. Shergacha olingan. Mana shu yerdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joy namozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldim. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshlab mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvda ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz baland. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin baland. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi?